Alloh taolo so'rar ekan, yeding, nima qilding? Robbim, yedim va 5 vaqt namozini ado etdim. O'tding savolimdandir ekan Alloh. Yeding, kiyding, nima qilding? Kiydim Alloh, miskinga kiydirdim. O'tding savolimdandir ekan Robbim Alloh. Dardman bo'lding, shifo berdim. Shifodan keyin ko'ngling tusagan narsa bilan farzandlaringni xizmatingga solib qo'ydim. Malikalardek, Eron shohlaridek qarangki, og'zingdan chiqqani muhayyo bo'ldi. Shu holingda bir joydagi ochni, bir joydagi kasalni o'rningga qo'yib his qildingmidir ekan Alloh. Robbim, oyoqqa turdim va bitta qarangki miskiningni, bir dardmaningni yo'qladim. O'tding so'rog'imdan. Yeganlaring uchun bugun so'rog'i jannat bo'ldi. Lekin ibodatda unga qopqoq bo'lar ekan inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo muyassar qilsin. Demak inshaalloh mana shunaqa ko'rishlaringlar davomli bo'lsin. Har ko'rishganda bir-biringlarni iymonga chaqiruvchi bo'linglar. Bitta narsa menga juda ham alam qiladi hozirgi zamonda. Bir insonga birov qarangki yurishi, turishida bir chekkaga olib, agar aybini etsa, bizda ko'tarish og'ir bo'lib qoldi hozir birovning gapini. Men o'zimdan qiyos qildim-da. G'o'bay nafs shunaqa narsa ekan, birinchi bo'lib shayton alayhilanani keladigan gapi, o'zi kimki nima deyapti senga deydi. Ey azizlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu har jumadan chiqqandan keyin so'rar ekanlar: "Ey mu'minlar, Umarning nima aybini ko'rdinglar? Yuziga etinglar, sizlarni masjid orqasida kutaman" derkanlar. Hazrat Umar masjid orqasida bo'ylari 2 metrli inson bo'lganlar. Oldilariga kelgan odami 2 bukilib, nima deyotganini eshitib quloq solib turib, masjiddan to uyga borguncha o'zlarini qarangki dakkilab ketar ekanlar yelkalariga tutib. Holingga xarob ey Umar, Allohning huzurida nima deysan ey Umar? Nafsing buzilib bo'pti, xalq ko'ribdi, sen ko'rmabsan Umar deb yig'lab ketar ekanlar. Shuning uchun Robbil alamin qaysi birimizni zurriyotimizni xatosini etsa to'g'ri qabul qilaylik. Avvalda bir bolani yetaklab kirib bir mahalladagi katta odam bolangizga qarab qo'ying, sal nobob odati chiqibdi. Men ko'rdim, siz ko'rdingiz, boshqa odamga tarqamasin deb turib yuzingizga qog'oz o'rab kelsa, ming rahmat etardik. Onalaringiz shunaqa xotinlar bo'lishgan. Ming rahmat. Nega sizlarni tarbiyalar o'zidan o'zi tushib qolmagan? Bu xokisorlik, odamga qarab yurishlik. Biz shunaqa tarbiya topdik deysizlar. Nega ota-onalar ko'chadan bolasini aybini yetib kelib, quloqdan burab kelgan odamga ming rahmat degan. Siz ko'ribsiz, tuzatdingiz, gazay olmaguncha, boringizga shukr, 7 mahalla ota-ona haqqingiz bor degan. Hozir birovning bolasini quloqini burab uyga olib kirib ko'ring. Burningizdan tushgan navaringizni birov shunaqa eshikni oching, quloqini burab turgan bo'lsin. Mama antim bunaqa qilibdi, birovning oynasini sindiribdi, gapirsam gap qaytardi katta odamga desin, qo'lingni tort deysiz. O'zingizdek odam. Shuning uchun bolangizni yo'lang, uyingizga qarang. Mana ko'p yosh kattalar, yosh kelinlarni gapirishdi. Mana shu alohida turadigan kelin. Amaki o'yingizga qarang. Bolalaringizni yo'lang degan gap eshitdik. Bu gap yo'q emas, bor bu gap. Mana oddiy bitta ajrimga chaqiradi. Biza qo'yindi, bizaga gap yo'q hali. Mamdoq qilib jirim o'tirib, tomosha qilib o'tiramiz. Shu xonadondan deyman, shu yosh kelinlarni aytaman-da, ajrimgacha mahallaga yetib kelgan kelinlarni aytaman. Shu ayolning xonadonidan 9 yil, 10 yil non yeding. Tuz ichding. Mayli har qanaqa Xudo urgan rasvo bo'lgan taqdirda ham. Shu erni boshpanasida yashading. To'g'rimi? Qo'lidan kiyding, hayot ko'rding. Mayli, bir kun kalta yesang, 3 kun non ustiga yog' surib yeding shu yerni qo'lidan. Bolalar tug'ding, ko'chaga chiqib palonchixonni kelini bo'lding. Lekin hali ajrimda turib bir-birini ustidan gapirayotgan gapiga post tashlavorasiz deb aytaman. Faqat bitta gap ayta olaman. Ey singlim, 9 yil yegan, 9 yil yashapsiz. 9 yil yegan non tuzingizni hurmati ichingizda qolaversin shu gap degiz keladi. 70 ga chiqqan qaynanani, 70 ga chiqqan qaynatani yer bilan bitta qilib suvab tashiydi. Shuning uchun hayo yo'q, nima yo'q? Hayo yo'q. Oxir zamonga yaqin Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, Jibroil alayhisalom qayta keladilar yerga va ummatim uchun eng qarangki qimmatli bo'lgan narsani ko'tarib ketadilar. Hayo. Yoshda qarida hayo qolmaydi dedilar. Barakani ko'tarib ketadilar dedilar. Bugungi qilayotgan ro'zg'oringiz 3 kunga yetmaydigan darajada, odamning qo'lidagi pulda baraka yo'q, ko'chaga siz qaytib o'zingiz bilan kirmaydigan. Shuncha narsa bor deyamdi, shuncha pul bor edi. Chaqa bo'lmadi. Nima oldim deb turib, haliga qilgan bozoringizga qarab turadigan baraka umrdan ham ketar ekan, nafaqat ro'zg'ordan. Umrdan, kunlardan baraka ketar ekan. Kuningizni ko'ring. Mana hozir ikkita taom yegunizcha peshin bo'ldi. Sizlar bolali vaqtingizda peshin bo'lganmi? Peshin bo'lish uchun odamlar bozor borib, kasal ko'rib, dunyoning ishini qilib, qancha amalini bajarib qaytib kelguncha ham zo'rg'a kun yarmiga botgan. Bir paytda bo'ladi. Bir vaqtda. Ana. Yozlarda shom bo'la qolmasdi.
Odamlar nechta insonni qalbini o'lab kelardi, nechta insonni kasallik yo'qlab kelardi, bozor borib kelardi, shom botmasdi. Demak, qiyomatga yaqin mana shu hayo, baraka va oqibat ko'tarilib ketaverar ekan. Mana ko'ring, hozir oqibat ham yarim oqibat, ayniqsa karantindan keyin hammaniki telefon bo'lib qoldi. Azgina sal bir shamollagan bo'lsa, o'tir o'sha yerdan ko'rishib qolamiz deydigan holatga keldi. Odamlar uchun ilgarigi zamonda birovni kasal bo'lishi shart emas. Qishdan o'lmay chiqmagani uchun ham bahorda ko'klamda bir-birini yo'qlab kelardi. Allohga shukr opa, eson-omon qishdan chiqdigi, ko'klamga yetdigi deb turib, bitta narsa qilib, bir-birini og'ziga tegadigan qilib qarangki ulashib kelardi. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo bugungi aytmoqchi bo'lgan gapimizdan hamma mavzuni qamrab oldi deb o'ylaymiz. Qarangki, inshaalloh oqibatimizni bersin. Bir-birimizni yengil emas, oy aylanisizdan, o'rgilisizdan emas, Alloh uchun yaxshi ko'radigan, Alloh uchun boshiga imtihon kelganda uning uchun kuyadigan insonlardan bo'lishni, oqibat qilishi nasib etsin. Alloh uchun o'zimiz qo'rqqan narsadan ko'ryapsizmi, jarlikka ketyaptimi? Ko'zingni och, ey qaytay ummat, jamoatda emas, yolg'iz qolganda jonim sizga fido bo'lsin. Onam deysiz, otam deysiz, mo'minsiz, bir-birimizga oynamiz. Ya'ni sen menga ham etingman ko'taraman, ammo shu xatoingizni qilmang, neki sizni ham oxir oqibat qiyomatda ahli jannat bo'lishingizni xohlayman deb turib, aybimizni eta oladigan va gapirsa ko'tara oladigan holatga kelaylik. Surib qo'yaylik nafsni, hozir o'lsak hozir yo'q bo'lib ketadigan narsa bu nafs. Nafs nima deganda, nafs bu kibr, man degan gap ekan-da. Menga shunaqa dedi-ya, tavba. 3 kungacha kechira olmaydi hozir odam. Xo'p, mayli, qabul qilyapman, amal qilyapman deydi, lekin 3 kungacha kechira olmaydi. Chil. Demak, keksa qilmaydigan, birov bilan oramizdan nizo o'tsa, o'sha zahotda kechirim so'rashdan hech ham uyalmaydigan bo'laylik. Kopayt aytadi ichizdagi gap. Ichizdagi qarangki, men degan o'sha shayton aytadi, nega sen kechirim so'raysan? O'zini aybi bu-ku deydi. Qayerda ko'rgansiz insonni aybini tan olganini? Yo'q, unaqa inson ayb o'zimdan o'tdi-da, shuning uchun jahli chiqib ketdi degan inson yo'q. Lekin ayb undami, ayb mendami emas. Alloh uchun katta boshimni kichik qilib egdim Alloh, dunyo va oxiratda bu boshimni hech qachon xorlik va hech qachon qarangki xo'rlik ko'rmaydigan holatga keldir. Sening rizoliging uchun kechirimni men so'rayman. Alloh akbar. Guvoh bo'l Robbim deguvchi ayol bo'laylik. Mayli kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. Azizim, mendan o'tibdi uzr. Muborak qalbingizni tabarruk, qalbingizni men og'ritib qo'ydim. Bandachilik, aybdamiz. Alloh uchun kechiring. Lekin dunyo va oxiratda 3 kundan keyingi arazga namozimiz, ro'zalarimiz qabul bo'lmasa ekan. Alloh kechirsin, shu ahvolda yurmaylik. Burnimizgacha ko'tarilar ekan namoz, yerga tushib chil-chil bo'laverar ekan. Demak, kibri yo'q insonlardan, bid'ati yo'q insonlardan, Alloh panoh bersin, shirkdan uzoq yuruvchi insonlardan bo'laylik. Demak, inshaalloh bir-biringizni yo'qlash uchun sizga yangi yil kerak emas, bir-biringizni xabar olish uchun, bir-biringizga hadya ulash uchun tug'ilgan kun yubiley kerak emas. Alloh haqqi dinda borini qilaylik, yo'g'idan qaytuvchi bandalardan bo'lishga muyassar qilsin. Allohim yaratgan egam barchamizni mana shu kelayotgan imtihonlardan chiroyli o'tishlikka, uyimizda dinni haqiqiy qo'riqchisidan bo'lishdan va yaratgan Robbim Alloh mana shu farzandlarimizni ham Alloh uchun dinda sof, tabiatli, fitratli banda qilib tarbiyalashni Alloh hammamizga nasib etsin. Shunaqa bir buvi bo'laylikki, darvozangizdan mo'ralagan shayton sizdan qo'rqsin. Amin. Bu uyda shundoq bir buvi borki, shundoq bir iymoni salomat buvi borki, Allohning dinida haq bo'lganini qiladi, yo'g'ini sidirib chiqarib tashlaydi. Va barcha qo'l ostidagilarni shunda tarbiyat qiladi. Chochini yulsin shayton. Bu ayol to'ppa-to'g'ri jannatga qarab ketyapti deb turib, ursin, nola qilsinki sizga o'tmasin uni qarangki hilalar. Iymoninglar salomat bo'lsin, umringlar ziyoda bo'lsin. Alloh piri badavlat umrlarni, inshaalloh Sora onamizni yoshlariga yetadigan umrlarni bersin. Piri badavlat, qarangki Hadija onamizdek davlati ham bor, zurriyotlari ham ko'p va butun insoniyatni hurmatiga tushgan Hadija Kubaroni hurmatlariga yaqin bo'lgan ayol bo'lishi nasib etsin. Oysha onamizdek siddiqa bo'laylik. Oysha onamizdek qarangki bilganimizga amal qiluvchi, inshaalloh amali solihalardan bo'laylik. Xonadonlari obod, farzandlari baxtu saodatli, ikkihatlariga oq yo'l bersin yer yuzidagi jamiki. Qarzdorlarga najot ato etsin. Erkaklarni boshiga qarz tushib, dunyo qorong'i bo'lib, hiqildog'iga kelib yurgan insonlar bor, erkaklardan ayniqsa ko'pi. Alloh mushkullarini oson, hojatlarini ravo, g'oyibidan yetkazsin. Dardmanlar bor, kasalxonalarda oylab yotgan, hali oyoqqa turib olmayotgan kishilar bor. Robbil alamin hollariga rahim qilsin. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlaridek,
Alloh taolo qaysi bandaga, mo'min bandaga shifo bersa, qonini go'shtini yengilab qo'yadi dedilar. Avvalgidan ham salomat qilib turg'izadi, agar Xudoyim taolo shifo rahmatini mo'minga jo'natsa dedilar. Mana shunaqa holatda jumla mo'minni oyoqqa turg'izsin. Qatorlarimizdan xato qilmasin, iymonda barqaror qilsin va qilayotgan chiroyli amallarimiz qiyomat kuni o'zimizga yo'ldosh bo'lsin. Kasal ko'rishni sevadigan, kechirim so'rashni yaxshi ko'radigan va inshaalloh odamlarni qadrlaydigan, yuzi tabassumli va inshaalloh gina qudrat saqlamaydigan, qalbi oynadek tiniq salomat banda bo'lib dunyodan o'tkazsin. Bi fadlika bi karamika bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar.